tug'ma bo'yin qiyshiqligini o'z vaqtida aniqlash va to'g'ri davolash keyinchalik bemorlarga nafaqat jismoniy, balki ruhiy va estetik barkamollik ham beradi. Bo'yin qiyshiqligi qanday kasallik? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tug'ma bo'yin qiyshiqligi boshni bir tomonga fiksatsiyalangan patologik qiyshayishi hisoblanadi. Bu kasallik uchrash chastotasi bo'yicha son suyagini boshchasini tug'ma chiqishi, tug'ma maymoqlikdan keyin 3-o'rinni egallaydi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 0,2% dan 3% gacha qismi mazkur patologiyadan aziyat chekadi. Ba'zi mamlakatlarda bu ko'rsatkich 16% ni ham tashkil qiladi. Qiz bolalarda o'g'il bolalarga nisbatan ko'proq kuzatiladi. Bo'yin qiyshiqligi tug'ma va orttirilgan bo'ladi. Tug'ma bo'yin qiyshiqligini kelib chiqish sabablari to'liq o'rganilmagan, lekin ba'zi bir nazariyalar mavjud. Tug'ruq vaqtida chaqaloqlarning travmatik jarohati, ya'ni bunda bo'yin sohasida gematoma hosil bo'ladi. Keyinchalik bu gematoma chandiqli jarayonga aylanadi. Bo'yin mushaklarining ishemiyasi. Tug'ruq vaqtida homila boshini tug'ruq kanalida uzoq vaqt qolib ketish natijasida to'sh umrov surg'uchisimon mushagida ishemiya holati yuzaga keladi va chandiqli jarayonlar rivojlanadi. Infeksion miyozit nazariyasi. Homila ichi infeksiyasi natijasida yuqoridagi mushaklar zararlanadi va bachadon ichida homila boshchasini uzoq vaqt ko'p bukilgan holatda qolib ketishi. Orttirilgan bo'yin qiyshiqligi bolalarni xohlagan yoshida kuzatilishi mumkin. Bular chap, o'ng va ikki tomonlama bo'ladi. Bo'yin qiyshiqligining turlari: dermogen, ya'ni teri formasi, miogen, mushak formasi, osteogen, suyak formasi, artrogen, ya'ni bo'g'in formasi turlari. Ya'ni bunda qo'shimcha umurtqalarning borligi, ponasimon bo'yin umurtqalari va bo'yin umurtqalarining qo'shilib ketishi, ya'ni Klippel-Feil kasalligi, neyrogen turi, ya'ni mushak distoniyalaridan keyin derma-desmogen formasi, ikkilamchi, ya'ni kompensator formalari mavjud. Bu kompensator formalari ko'z va ichki quloqni turli xil patologiyalarda kuzatiladi. Bizga ma'lumki, tug'ma bo'yin qiyshiqligi asosan miogen, ya'ni mushak formasida kuzatiladi. Kasallikning belgilari. Kasallikning erta formalarida kasallik belgilari tug'ilgan zahotiyoq sezila boshlaydi. Lekin ota-onalar bu holatni sezishi qiyin va kasallikning kechki bosqichlarida klinik belgilar 2-3 haftadan keyin sezila boshlaydi. Ya'ni bular quyidagilar: bolaning nigohi kasallik tomonga qaragan bo'ladi. Yuzning pastki qismi va iyaklari qarama-qarshi tomonga qaragan bo'ladi. Kasallik tomondagi to'sh umrov so'rg'ichsimon muskulini palpatsiya qilinganda tuguncha aniqlanadi. Kasallik tomonda mushakni qisqaligi tufayli harakatli cheklanishi kuzatiladi. Ya'ni bola boshini erkin bura olmaydi. Bosh va yuz sohasidagi asimetriyalar. Ko'pincha bu holatlar bolani 5-6 yoshligida yaqqol sezila boshlaydi. Bolani yuzi bir tomonga qaragan bo'ladi va bunda bolani ikkala qosh, ko'z, quloq supralari bir xil sathda bo'lmaydi. Bir quloq suprasi oldinda, ikkinchisi orqaroqda ko'rinishi mumkin. Qo'l va yelka bo'g'imlari har xil sathda bo'ladi. Bolada og'iz ochish, esnash va ovqat yeyishdan keyin bosh sohasida og'riq paydo bo'lishi, zararlangan tomonda yonoqlarning tekislashishi va pastki jag'ning noto'g'ri shaklda rivojlanish holati kuzatiladi. Bunda ko'z burchagining pastligi va quloq suprasining yaxshi rivojlanmasligi ko'rinadi va kasallikni boshqa ortopedik tug'ma patologiyalar bilan uyg'unlashgan holatlari ham bo'ladi. Kasallikning diagnostikasi. Kasallik diagnostika qilishda asosan travmatolog ortoped mutaxassisi ishtirok etadi. Ko'p holatlarda MRT tekshiruvi o'tkaziladi. Bunda kasallikning formasi ajratiladi. Tug'ma bo'yin qiyshiqligini davolash quyidagilardan iborat: fizioterapevtik davo muolajalari. Bu davo muolajalari kasallikni qon aylanishini yaxshilashga, mushaklarni elastikligini oshirishga qaratilgan bo'ladi. Elektroforez, kaliy yod va lidaza bilan
parafin applikatsiya, massaj va davolovchi, korreksiyalovchi mashqlarni o'tkazish. Undan tashqari, kasallangan tomondagi mushakni tugunchasiga lidaza bilan mahalliy injeksion terapiya o'tkazish. Agar konservativ davo muolajalari yordam bermasa, zatsepin va federal usulida jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Bu amaliyotlarda to'sh umrov, so'rg'uchma muskulini lateral va medial oyoqchalari kesiladi. Operatsiyadan keyin bemorga giperkorreksiya holatida shans yoqasi yoki gips langeta qo'yiladi. Bundan ko'rinadiki, yangi tug'ilgan chaqalog'ingizni albatta erta muddatda ortoped travmatolog mutaxassisiga ko'rsating. Rahmat.